Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, Mollaның Diyalog kanalının şu programımıza kelganlar köp rəhmət. Bugün kainat və insanın kainatını idrak qilishi bilan münasibətli bir programı orlaştırışını muvaffaq gördük. Amerikadan felsefe mutaxassisimiz Toxtar Abduvahid efendimiz bilan birga Fransiya Dövlətli Fən Tədqiqat Mərkəzidən Doktor Məmtimin Abbas efendimiz bilan birga. Endi program başlayıp geçsek birinci sualını Toxtar efendim sizden başlayıp soraylı. Kainatın peyda buluşu bilen münasibetlik en suallarımı ağırlaştırıp ettim. İnsanlar kainatın şekillenişi ve mevcut buluşu bilen münasibetlik mesele hakkında özünün qandaq suallarını sorğan ve bu suallara qaysı metod ve qaysı perspektifler bilen cevap veriş tırışqan. Endi kainatninki mahiyeti, paydo bo'lishi, oxirgi yetib borgan nuqtasi, kelgusi qatorliq nurg'un masalalar insoniyatning hayoti bilan zich munosabat bo'lg'achqa qadimgi zamonlardan boshlabla menimcha odamlar bunga ko'ngil bo'lgan. Endi eng ibtidoiy davrda bu masalaning qanday qo'yilganligi noaniq. Ko'pincha ibtidoiy odamlarga nisbatan hayot qilish, hayotini saqlab qolish masalalari muhim bo'lgan. Shunga odatda yeziq shakllangandan keyin bo'lib to'rt cho'ng madaniyat davrlarida Mesopotamiya, Hindiston, qadimgi Misr qatorliq va qadimgi Xitoy qatorliq Hindiston shu qatorliq yerlarda ehtimol eng dastlabki odamning o'zininki jinni saqlab qolishdan tashqari koinot to'g'risidagi hayotlik va umuman dunyo to'g'risidagi masalalarni o'ylanish shu xil qadimgi madaniyatlarda arxeologik qazishlar orqali ularning izohlarini ko'rib olgan bo'lganda. Buningdan dastlabki qiziqishlar dunyoni tushuntirish bo'libmi, osmon jismlarini tushuntirish asosiy o'rin bo'lgan. Astronomiyaningki taraqqiyoti bu to'rt cho'ng madaniyatning hammasi ko'riladi. Endi bu xil masala birsi bevosita kuzatish orqali osmon jismlariningki o'rni, ularningki bo'libmi osmon jismlarining harakatiningki ma'lum qoidaga tushilganligi, qonuniyatchanligi shu masalalarni yakunlab chiqqan. Bu xil yakunlar orqali yasalib chiqqan cho'ng masalan qadimgi piramidlar, qadimgi Amerika, Shimoliy Amerika qit'asidagi indiyalarning yasagan har xil piramidlari va Hindistonda yasalgan har xil osmon ilohlarga cho'qinishga qaratilgan yasalgan har xil haybatlik imoratlar degandeklar va qadimgi Babilonda masalan dunyoga mashhur Babilon munori degan munorlarni yasagan. Buningdagi ma'lum ma'ni aytganda maqsad osmondagi ma'lum bir xil sihriy kuchga yoki yaratuvchi kuchga bo'lgan intilishga yoki izlanish qaratilgan bo'lsa-mu, yana bir nuqtani aytganda shu ko'z oldida ko'rinib turgan koinotning tagi-tagiga yetishni izlashdan iborat bir xil qiziqish odamlarni shu xil ishlarni qilishga erib bo'lganda. Endi keyinchi bu xil to'rt cho'ng madaniyatningki o'rniga keyinchi masalan cho'ng ko'lamli harbiy istilolarning jarayonida masalan Aleksandr qadimgi Grek podshosi Aleksandrning va boshqa nurg'un qadimgi Iran imperiyalarininki bo'lsin, bularning istilolari orqali dunyoning xarita jihatdagi umumjatdagi parchalanish va bo'linish orqali yangicha madaniyatlar o'ttirib chiqqan. Buningda bizga ma'lum bo'lgandek Grek madaniyati bu jihatda bo'libmi mayli koinot to'g'risida bo'lsin, odam to'g'risida bo'lsin izlanishlarda haqiqiy bilimninki fanga xos bilimning o'ttirib chiqishningki bo'shiga bo'lib qolganda. Endi ko'pincha bu koinotningki orqa ko'rinishi, kelib chiqish taqdiri qatorliq masalalarga ikki xil javob bor. Birsi tabiatning o'zi orqali tabiatni tushuntirish, yana birsi tabiatning sirtidagi ilohiy yoki sihriy kuch orqali tabiatni tushuntirish. Endi bu ikki xil
Bu ikki xil tushuntirishninki o'ziga xos usulubi va taraqqiyot jarayonlari bor. Endi masalan pozitivizmchi bo'lsak August Comte ninki tahlil qilishicha insoniyat tarixi aqliy izlanish tarixini 3 bosqichga bo'ldi. Birisi shu diniy ilohshunoslik bosqichi, ikkinchi bosqichni shu metafiziklik bosqich, endi uchinchi bosqichni pozitivizmlik bosqich, ya'ni fan bosqichi. Endi bu qadimgi insonlarning izlanishining umumiy taraqqiyotiga xili mos ketadigan tushuncha deb qarashga bo'ladi. Endi shu ilohiy bosqichda asosli koinotning paydo bo'lishi, uning taraqqiyoti, hatto odamlarning butkul faoliyatlarini ilohshunoslik, mayli animizmlik din, ko'p ilohlik din va bir ilohlik dinlar nuqtasidan bo'lsin, shayriyalashga uringan. Masalan, bizning qadimgi tariximizda bo'lsin, Oğuz nomlari ko'p uchraydi bizga. Totemizmlik tushuncha, bu animizmlik tushunchaning bir xil tipik shakllari. Keyingi bosqichlarda buddizm jarayonimizdan dinimizga va islom orqali dunyoni shariylash jarayonlari bo'lamizga ma'lum. Yani shunga o'xshash xuddi qaysi faylasufning degini esimda qolmoqda, ammo din mag'lub bo'lgan yerda falsafa borliq keldi. Shuni o'qib aytganda bu August Comte'ninki inson aqlining taraqqiyoti jarayonidagi shu tushuntirishiga o'xshab ketadi. Dinlar umuman yoki tabiatninki, koinotninki orqa ko'rinishini sihriy kuchlarga tayanib tushuntirish odamlarning aqlini qoyil qilolmaydigan darajaga yetganda odamlardagi bu xil falsafa yoki atalmış metafiziklik uyg'unish shu vaqtda shakllandi. Ya'ni bu xil metafiziklik uyg'unish ko'p dindan asoslara yoki ilohiy nuqtadan tushuntirishdan asosda yiroqlashib, insonning aqli orqali tajribadan olgan aql orqali olamni tushuntirish jarayonida kelib chiqqan falsafiy tushunchalar. Bunun mesela mashhurlardan biz Hegelning falsafalarini anglagan, Kantning falsafalari bo'lsin, Platon, Aristotel albatta burunqilar. Yani bu jarayonlar orqali bu necha ming yillik tarixda endi oddiylashtirib aytganda, buningdan keyingi jarayon masalan Yunon boshlanib Yevropa adabiyot san'atining qayta uyg'onishi va marparvarlik harakati, sanoat inqilobi shundaqla keyingi fan texnikaning bo'libmi 19-20 asrlardagi shiddat bilan gullangan, shohlangan nurg'un fanlarning o'tirib chiqishi orqali pozitivizmchilarning aytgan 3-chi bosqichi, fan bosqichi yoki pozitivizmlik bosqich amalga oshgan. Keyingi modernizm bo'lsin, postmodernizm bo'lsin, bu jarayonlar dal shuni bo'lmas keldi. Endi fan nuqtasini aytganda koinotni har xil tushuntirish nurg'un fanlarning o'ziga xos aloyiligi. Masalan, pozitivizmchilarning aytgani bo'yicha eng dastlabki shakllangan fanlar matematika, astronomiya, fizika, ximiya, biologiya, andin jamiyatshunoslik. Bu fanlarningki birisi tarixiy taraqqiyot jarayonidan boshqa, ya'ni ularningki oddiylikdan murakkablikka o'tish jarayoni nuqtasini tushundirgan. Endi bu deganlik keyingi fan oldingi fanninki natijasi deganlik emas, lekin keyingi masalan kozmologiya matematikani asos qiladi. Shunaqa endi fizika kozmologiyalik tushunchalarga ko'p tayinadi. Endi ximiya bo'lsa fizikalik tushunchalarga, masalan atom molekulalarning qanday bo'lishi, Mendelning masalan ximiyalik periodic table deydi, jadvali elementlar davriy jadvali bular fizikalik atom har bir ximiyalik elementning atom qurilmasini bilmasa uning jadvali tizimi bo'lmaydi, shunga o'xshash. Agarda organik molekulalarni tushunmasdan burun biologiyalik bilimlarningki vujudga chiqishi qiyin. Demak, har birisi oldingi fanni o'zining tayanch qilganga o'xshash. Endi bu jarayonlarda endi balkim hozir teamdan chatnab ketish bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin muhim bo'lgani mening falsafaga bo'lgan bu fanlarningki munosib nuqtasini aytganda, hozirgi zamonda falsafiy tushunchalarga, bu falsafiy tushunchalar degan odamlarning dunyo qarashininki o'zgarishiga haqiqiy ta'sir ko'rsatayotganlari 3 xil soha. Birisi fizika, nazariy fizik bo'lsin, kozmologiya,
astrophysics yoki theoretical physics bularning hammasi. Bo'libmi Newton mexanikasiga o'tirib chiqqan Einsteinning nisbiylik nazariyasi, quantum mechanics deganlar davr bo'lgich xarakter, king string theory deymiz. Bular davr bo'lgich ahamiyatga ega o'zgarishlarni olib kelgan. Yana birisi dunyo qarashlarini o'zgarish. Masalan, Thomas Kuhn аңдаңлык пән пәлсәпчесе, buningki Paninklavninki Qurulmaz degan kitobida chertyoj degan narsa paradigm shift deyildi. Ana bu xilqi chertyojning o'zgarishi demak dunyo qarashining o'zgarishi. Shuni aytganda bu xil cho'ng o'zgarishlarni olib kelgan ikkinchi soha biologiya. Masalan, Darwindan boshlab taraqqiy qilgan biologiyalik Mendel'ninki irsiyat nazariyasi, Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi va keyingi hozir 2022 yil Nobel mukofotiga erishgan Paul Nurse'ninki biologiyalik informatsiya nazariyalari qatorliqlar bularninki davr bo'lgich ahamiyati haqiqatan yuqori. Yana bir cho'ng soha bo'lsa, bu matematikaning taraqqiyotiga bog'liq. Masalan, Platonning o'zi bir cho'ng matematikchi desak bo'ladi. Anaximanderning nazariyalari, Pitagorasning nazariyalari orqali o'tirib qo'yganda o'zining nazariyalari. Endi ma'sha davrlardan boshlab taraqqiy qilgan shu matematikaninki taraqqiyoti oxirgi hisobga kelganda, masalan, Alan Turing bo'lsin, John von Neumann, David Hilbert, Kurt Gödel qatorliqlarninki davlat nazariyalarining natijasida eng oxirgi hisobda odamninki miyasininki bir xil hisoblash funksiyasiningki mening eng asosli xususiyat ekanligini dalillash orqali hozirgi zamondagi artificial intelligence, sun'iy aqlninki asosini yaratgan. Demak, bu biz oddiylashtirib aytdik. Endi koinot to'g'risidagi koinot deganda osmon jismlari bo'lsin, fizikalik jismlar bo'lsin, odamzod bo'lsin, barliq hayotlik bo'lsin, bular to'g'risida umumiy o'ylanishda. Bu o'ylanishlarda masala ilahiy, metafizikalik va fanniy qatorliq mushkul o'ylanishlar orqali bugungi dunyoda hozir biz yashab turgan mush jamiyatdagi nurg'un zo'r o'zgarishlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. To'xtaka ko'p rahmat. Endi men tushunganim eng avval insonlar antik çağdan itibaren bir xil koinotni tushunishni yoki tabiatni tushunishni bir xil mistik, metafizik tushunchalar bilan tushunishga tirishgan bo'lsa, keyin jamiyatning taraqqiy qilishi yoki bizning koinot haqidagi bilishlarimizning taraqqiy qilishi bilan birga bu tushunish metodlarimiz, perspektivlarimiz texnik rasionallashgan, texnik aqliylashgan desak to'g'ri bo'ladimi sizcha? Menimcha shuni desak bo'ldi. Endi Mamtiman apanning ham qo'shimcha qilganlari bo'lsa. Albatta. Mamtimanka siz endi biz falsafaviy jihatda yoki insonning tafakkur tarixidagi o'zgarishlar jihatdagi o'zgarishlarni to'xtakamdan nazar oldik. Endi ilm-fan qanday qaraydi? Masalan, koinotning shakllanishi va koinotning dastlabki paydo bo'lishi bilan munosabatlik koinot qanday ilmiy teoriyalar, boshqa ilmiy teoriyalarni biz ozroq izohlab bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Oldindan shu suhbatni o'rlashtirganlarga ko'p rahmat. Albatta shu fursatda mening ba'zi ko'z qarashlarimni o'rtoqlashish fursatim yaxshi bo'ldi, xursandman. Men ham shaxsan nazariya fiziki sohasida emas, men material fiziki sohasida tadqiqot qilaman. Agar bir nazariya fiziki sohasidagi bir aylan bo'lgan bo'lsa, ham muvofiq bo'lishi mumkin. Lekin shunaqta mavzumninki bilganimcha bo'lsa, mush qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni xohlayman. Koinotning paydo bo'lishiga kelganda biz fizikada qarindoshimiz so'zlab o'tdi. Bu oldingi asrda, ya'ni oldingi asrda davr bo'lgich nazariya taraqqiyoti bo'ldi. Bu birisi quantum mexanikasi bilan nisbiylik nazariyasi. Shu ikki nazariya davr bo'lgich ahamiyatga ega, chunki bu bundan burungi nazariyalar, ya'ni nazariya bo'lsa biz ko'rib turayotgan nimadiki klassik deymiz, klassik fizika hodislarini tushuntirib beradi. Masalan, tortish kuchi deymiz. Masalan, olam jismlarining o'zaro tortish kuchi yoki elektromagnetik
münasebetlerini yaxshi tushuntirib beradi. Ammo lekin masalan shu olamdagi hadislar bo'lsin yoki bo'lmasa atomning ichki qismidagi zarrachalarningki dunyosini bu klassik fizikasi tushuntirib berolmaydi. Endi shu deganimizdek shu oldingi asrda ya'ni bu cho'ng davr bo'lgich nazariya quantum mexanics bilan nisbiylik nazariyasi nurg'un hadislar bo'lib zarracha fizik atom dunyosidagi zarracha hadislar bilan olam hadislarni yaxshi tushuntirib beradi. Endi bizda fizika bo'lsin, mayli fan texnika bo'lsin, eng muhim biz bir hadisni oldi bilan ko'rgandan keyin shu hadisni ma'lum bir nazariya bilan tushuntirishga tirishimiz albatta. Bu nazariya bu hadisni tushuntirgandan keyin albatta bu nazariya faqat bir hadisni tushuntirmaslik kerak. Bu nihoyatda muhim nazariyalar. Bu yana nurg'un bir necha hadislarni o'xshash vaqtda yana tushuntirib beradigan bo'lishi kerak. Undan boshqa bu nazariya yana keyingi farazlarni o'tirib qo'ya olish kerak. Ya'ni shu nazariyaning asosida qandaq kuzatishlarni ilib bog'liq bo'ldi, qandaq hadislar yana shakllandi. Ya'ni undan keyin shu hadislarni yana biz kuzata olishimiz kerak. Demakchi, endi shunday bir jarayonda bu undan keyin bu nazariyaga qarshi oldiki hech qanday bir hodisa paydo bo'lmasligi kerak. Ya'ni har qanday bir hodisa agar bu nazariyaga zid bo'lib qolsa, o chog'da biz bu nazariyani mukammal nazariya deyolmaymiz. Endi buni demoqchi bo'lganim, endi shu ikki nazariya, quantum mechanics bilan nisbiylik nazariyasi, shunday nurg'un sinoqlardan o'tib, haqiqatan barliq endi fizikchilar bo'lsin yoki fan tadqiqotchilar tarafidan nima deymiz, haqiqiy to'g'ri nazariya hozirgacha to'g'ri nazariya deb qaraldi. Demak, shu ikki nazariyada hamda biz olamningki bo'lsin, deb o'tdik, masalan, atomlarning ichki qismidagi hadislarni sharhlab beramiz. Hamda koinotning shakllanishi kelgan vaqtimizda hozir shu deb o'tishimlik sabab bu nazariyani, chunki bu nihoyatda muhim. Koinotning shakllanishida hamda eng muhimi biz oldingi asrdagi Hubble'ninki olamning kengayotganlik hadisini kuzatish. Ya'ni u kuzatish orqali bu olamninki bag'ansi kengayotganligini o'tirib qo'ydi. Endi bu kuzatish natijasi, lekin undan burun bunga nisbatan nazariya o'tirib qo'yilgan. Andan keyin bu nimishki kengaydi bu olam degan vaqtda biz buni masalan Einsteinninki nisbiylik nazariyasiniki orqali buni yana tushundira olamiz. Bo'libmi olamning dastlabki shakllangan vaqtda nima bo'lgan, ya'ni qanday zarrachalar shakllangan, undan keyin atomlar qanday shakllangan, undan keyin bu olam jismlar qanday shakllangan, ya'ni vaqt shu boshlangan vaqtdan tortib hozirgacha bo'lgan jarayonlarni mukammal shaklda tushuntirib bera olamiz. Ya'ni olam shu nazariyalarga asosan ham kuzatishga asosan olam eng dastlab bir portlashdan shakllangan deb qaraldi. Ya'ni buni cho'ng portlash nazariyasi deymiz. Eng burun olam faqat bir energiya, nihoyatda yuksak miqdordagi bir energiyadan iborat. Yani bu energiya nihoyatda kichik bir o'cha bo'shliq yo'q, lekin bo'shliq deb tushunsak bo'lmaydi. Chunki mayli bo'shliq bo'lsin, mayli vaqt bo'lsin, undan burun mavjud emas. Ya'ni bo'shliq yoki vaqt undan keyin shakllangan. Endi shu nihoyatda bir kichik bir shakl kelgan, mumkin cho'ng portlash bo'lgan, undan keyin shu portlashdan keyin olam shakllangan deb aytishga bo'ldi. Buni nazariyada, ya'ni shu nazariya orqali shu portlashdan keyin eng dastlabki sekundlarda, undan keyingi vaqtlarda mayli zarrachalarniki, ya'ni atomni tashkil qilgan zarrachalar bo'lsin, atomlar bo'lsin, undan keyin olam jismlarining shakllanishi nihoyatda to'g'ri ravishda tushuntirib belgili bo'ladi. Endi demak, Kesin bakalım benim fizikim varken bazı kalemkan sorularını sorup koşu mümkün şu an geçirsiz. Hem de biz ilk çok partilaştırdık, bir nes partıldık. Hem de biz niye partılgan nesne neymiş ki ne partilaştığın burunki kainat hakkında bir nes bilendik. Demek meyede burunki diyen gap ne dediniz? Demek mühim bir söz. Burunki diye vaktimiz var, vakit fıkhı var deyimiz. Yani bu vakit ondan burun. Əməliyyatda nisbiylik nazariyası bo'lsin, vaqt bo'lsin yoki bo'shliq bo'lsin, hammasi nisbiy holatda. Bu nihoyatda muhim bir faqat. Ya'ni demak, portlashdan burun, portlangandan keyin andan keyin vaqt va bo'shliqlar shakllangan. Undan burun vaqt mavjud emas. Bu buni nimaga asosan tushundira olamiz degan vaqtda, masalan,
yana qara önkürler var. Mevcut şunda bu bizde qara önkürlerini ölçep gösterdiğimiz alemde. Ama şu qara önkürlerde mu mesela meyli vaqt olsun ya boşluk olsun bir yekkilikke yığınçaqlışıdır. Yani Einstein'ın nisbilik nazariyesi mu meyli boşluk, vaqt ve eğrilik gücü hemisi bir özara bir-birisiga hiç münasebet kalıntı bu. Demek şu partlaştığın burun değişki bulmaydı. Çünkü vaqt mevcut emas. Vaqt partlaştığın keyin şekil. Unda takalıqı paralel evrenle nezariyesi deydiğin bir nezariyeyle bağlı. Çoklu evrendemiz çık kaynatla bağlı. Partlap. Onu kanda düşünümüz mesela partlaş büyük partlaştın burun kaynatla bağlı. Bu kaçlık derecede ilmi de soraysın. Biz onu küstem, biz hep ölçemeyiz. Şu an biz onu fizikte düşünsek buludu. Endi paralel kainat tukumu qanday şekillengen diye vaqtida. Çünkü bu alem şekillengenligi, yani biz turayotgan bu alem naytmu ratlik, yani bir qonuniyatga naytmu uygun, mükemmel bir alem. Yani fizikli qonuniyatlar naytmu mükemmel. Endi bir energiya yemirilgen, nayt çoğun bir energiya çeçildi deyli. Onun deyki muşundaq bir qonuniyat ega bir alemden şekilleniş ihtimalligi naytım töven amaliyatda. Bunu hesaplagan vaqtda onun neçe milyon milyard derecesi dep adetlaşına qaraldı. İhtimalligi. Yani muşundaq bir qonuniyat ega alemden şekilleniş ihtimalligi intayin töven bolganligi üçün bazı meyli felsefeçiler bolsun, hatta bazı tadqiqatçılar bolsun, demek bunu düşündürüş üçün aşı partılgan vaqtda nurgun oxşumagan, yani alemler tam vaqt şekillengen. Biz mevcut muşu alemler, muşu nayiti mükemmel bu alemde biz adılmış eder. Lekin aşı vaqtda tam nurgun alemler tam vaqt şekillengen de düşündürüş kitilişidir. Lekin ama bu başka bir alem. Biz onu küstenmeyimiz yoki onu ölçeyemeyimiz yoki ondan hiç qanday bir uçur alamaymiz. Demek bizge nispeten bu göz qaraş fakat bir parazdırlı ibadet dep qaraymiz. Endi demek bu energiya nereden kelgen? Ama bunun bu energiya nereden kelgen? Onun deyken bu energiya arqılı partılgandan keyin bu nayt mükemmel bu alem qanday şekillengenligi vaqtimizda albatta biz bu yerda yana dereceden tashqari bir kuchning mevcut emas ekanligi yana o'ttirg'a chiqadi. Yani nurg'un olimlar yana bu albatta bu yerda bir dereceden bir tashqari bir kuch shundaq bir mükemmel alemning shaklanishiga turtki bo'lgan deb qaraydi. Onun için de ben bu. Anki yanılık manda bir geplen var. Toxtukas siz mi masualığı ölçüp cevap versanız bulamdıkın dep oyladım. Lekin mesela mükemmel dep qardık ku mesela hazır biz özümüz yaşayotgan bolgandiken, biz dünyani körüyotgan bolgandiken, biz özümüzge nisbeten oylaymiz da biz yaşayotimiz, biz nefes yeyotimiz, ha bu mükemmel bir dünya kerep. Eğer ilqi bizden oxşumaydigan bolsa, yani başka bir evren bulatdı, belki canlılık bulatdı, canlılık bulmadı, bu ilqi onçuk muhim emas. Hem o dünyaya nispeten mi, o dünyanın şartları nispeten mi, özüge has bir mükemmellik oluşu mümkün. Yani kaotik de başladım ki fizikte kaotik deydigan bir hukum var dep oyladım, hem de okugandım. Şunu bilen nim qilib maslaştırıp nim qilib baqsaq, tepeki qilib baqsaq belki qandaq bo'larkan. Sen de yana keyinki hukumunun qaysi hukumluğunu ben hukumurum belki ben anlap bakmagan oluşum mümkün. Ana mükemmellik noktası kelgende English perfect deydi. Bu mesela çoğun partlaşın hazırkı zamandaki mesela string nazariyeleri, tarih nazariyeleri deyimiz. Mesela Leonard Susskind bolsun, Columbia Üniversitesi'ndeki danlıq fizikçi Brian Greene, Stanford Andre Lindy bolsun yoki George Ellis. Bu hazırkı zamandaki yeniçi bu nazariye fizikçilerinin karışıca adamınki çoğun partlaş endi nurgulluğun çoğun partlaşlarından birisi de şu adamınki palanın vaqtdan başlanğan palan vaqt ahırışı deyilgan nazariyada putirep turamaydı. En çoğun partlaş bir xil ihtimallık. Endi bu xil ihtimallıklarınki özü bu çoğun partlaş nazariyesini en iki xil yo'sinda isbotlab chiqqanda, shuning uchun biz buning kelgan dastlabda Einstein'ninki nazariyalari orqali Einstein'ninki nazariyasiniki
ahirgi hisobda elib borgan natijasi shaklda matematiklik yo'sinda yakunlab chiqqan. Ayni vaqtda masalan 1920 yılı Belgiyadagi bir cherkovdagi ismini unutib qoldim, Tolkien deydigan bir pop matematikalik hisoblab Einsteinga ko'rsatdi. Voy, sizning nazariyangiz bo'yicha o'ylasak, olam cheksiz kengaydi ekan tortish kuchininki sababidan deydi. Endi Alexander Freeman degan Nobel mukofotiga erishdi. Keyinchi u o'xshash matematikalik yo'sinda yakunlab Einsteinga shunaq deydi. Deganda Einstein bu nazariyaga qo'shilmaydi. Chunki Einsteinninki qarashcha bu olam u alqi garchi Newtonninki dunyo qarashini isloh qilgan bo'lsa-mu, lekin mutlaq makon yoki mutlaq olamninki o'zgarish yoki mana shunaqa mutlaqlikqa ega bo'lgan bir olamninki o'zgarishi Einsteinning kallasi yo'q-da. Bu olam garchi u makon bilan zamonni isloh qildi, tortish kuchini isloh qildi, lekin dunyo qarash nuqtasini aytganda yana ko'nicha dunyo qarashda Newton vaqtidagi o'xshash olam o'zgarmaydigan mutlaq yoki konstant. U ayni vaqtlarda o'zining nazariyasiga bir o'zgarmas muqim son degan bir sonni kirgizgan. Keyin u o'zining mening umrlik pushmonim deb e'lon qildi. Bu yerdagi masala keyin bu 29-yillarga kelganda Edwin Hubble'ning Hubble teleskop orqali redshift deydi. Masalan, yorug'liqninki, masalan bizning ko'zimiz ko'radigan yorug'liqlar 1 santimetrning 700 milliondan biriga to'g'ri keldi. Wavelength yoki to'lqin uzunligi. Endi uningdan taxmin uzurab ketganda qizil yorug'liq bo'ldi. Qizil yorug'liqdan taxmin eshib ketgan bizning ko'zimiz ko'rolmaydiganini infraqizil nur deymiz. Buni jilallar ko'radi, odamning ko'zi ko'rolmaydi. Endi u yorug'liqninki bu xil to'lqin uzunligi qisqargan sari ko'k rang o'zgardi. Ko'k rangdan bizning ko'zimiz ko'rolmaydigan holatga o'tganlari buni ultraviolet deymiz. Buni hasalar bilan ko'radi. Shunga o'xshash. Endi Edwin Hubble'ninki bu teleskopidagi alaylik nima deganda bu qaraganda bizning yiroqlashayotgan yulduzlarninki hammasi qizil rangda. Ham bu olam dunyodagi olamninki markazi yo'q. Bu o'zliksiz holda kengayayotgan. Endi bu xil teleskop orqali isbotlangan bu isbotdan Einstein bu amal yo'q o'zining nazariyasiniki bu xil logikalik natijasini amal yo'q e'tirof qilgan. Endi 78-yili kelganda ikki fizika olimi Nobel mukofotiga erishdi. Buning asosiy sababi Einsteinning nazariyasi orqali yakunlab chiqqan, ya'ni olamlik microwave, cosmic microwave da yoki makro to'lqinlar, bu xil makro to'lqinlarni New Jersey'dagi bir observatoriyada bular detect qilgan yoki bayqagan. Endi buni har xil qushlarning ovozi mumkin yoki har xil narsalarning ovozi bo'lishi mumkin deganlarni oxiri chiqarish orqali oxirida bu amaliyotda shu bir xil cho'ng portlashdan qolib qolgan radioaktiv bir xil to'lqinlar ekanligini jazmlashi. Bu ikki cho'ng bayqash orqali bu matematikalik yo'sinda o'tirib qo'yilgan nazariyalar isbotlab chiqildi. Shu orqali cho'ng portlash nazariyasidan olamninki biz ko'zlaydigan olamninki hozirgi shakli shuningdan kelib chiqqan deydi. Lekin yangi nazariyalarga asoslanganda bu olamning ma'lum nuqtada, masalan, Stephen Hawkingning aytgan singularity bo'lsin, bulardan boshlangan deyish yoki olamning boshlanish oxiri bor deyish amaliyotda bir qism ko'ni nazariyalarga tabi. Shu nuqtani aytganda, masalan, bizningki yashayotgan olamimiz balkim mukammal bo'lishi notayin. Endi olamda biz yashayotgan olamda tabiatning to'rt cho'ng kuchi bor. Ya endi men tushunadigan bir konu qisib qo'yaylik. Shu o'yliqay men mukammal qiyosh degan gapirmasanga
intayın mükemmel bir kainatın hakkında toxtaldınız mı? Mümkün. Şu yerde bizning mükemmel qilgan narsa nima deb o'yladim da masalan men. Nimaga nisbatan biz bu kainatni intayın mükemmel deb qaraymiz? Chunki qarsak galaksiyalar bilan galaksiyalar bir-birisi bilan so'qishib ketmagan, yulduzlar bilan yulduzlar so'qishib ketmagan, qora o'nkurlarning ichiga chekilayotgan nimalar. Masalan, shunda o'ylaymiz-ku, masalan, tabiat dunyosida qarsak, ilgari qalayotganchilik kaotik deb mükemmel cevap. Evet, abim deganimizda kompartlashda bu faqat bir energiya. Shundaqmi bu energiya yemirilmadi endi chechildi deb tushunsak bo'ladi. Chechilgandan keyin endi hozirgi shu biz turayotgan olam shakllandi desak, albatta abim degandek boshqa olamlar bo'lishi mumkin, lekin biz ularni o'lchamaymiz deydi. Lekin demak, shu fizikli qonuniyatlar bizning davatgan mukammallik hozirgi shu barliq hodisalar bo'lsin, shu fizikli qonuniyatning aytimi bir mukammal ekanligi. Şu an abiyampodagi o'zaro so'qishish ular emas, ya'ni chunki bir energiya yemirilgan deyilganlar, shu atomlarning belgilanishi, zarrachalar bo'lsin, atomlarning qurilmasi bo'lsin, undan keyin shu shakllangan olam bo'lsin, ularningki ma'lum bir qonuniyatda, ya'ni shu fizikli qonuniyatda mukammal holda mavjud bo'lib turishi biz uni mukammal deb qaraymiz. Fizikli qonuniyatga nisbatan shunday qaraymiz. Mening tushunishim qalaymanchilik deydigan bir hukm bor, ya'ni kaotik deydigan hukm ham xato ehtimollik hukmi to'g'risida agar qisqacha deb desam, biz quantum mexanikasdami ehtimollik hukmini aytamiz. Lekin kaotik deydigan bir nima bor deb bilmayman. Kaotik deb düzenlik emas, butunlay sistemlashgan, qoidalashgan dunyo emas, lekin ilgarikin qalayimqanchilikning ichida bir qoidaning ichida bir qalayimqanchilik mushtamangan bir koinotni tasvirlaydi-ku ba'zi teoriyalarda. Shuni demoqchidim. Nazariyalar abay desam, qaysi hukmlarda ketyaptimi? Shu chaotic theory bu endi bu xil nazariyalarga asoslanganda ehtimol bu ko'p xil olam nazariyasiniki tushuntirishlarga xos kelgan bir masala-ku. Endi mukammallik deganda mening tushunishim mukammal bo'lgan narsada qayta o'zgarish yoki taraqqiy qilish yoki umuman hamma jihatdan shakllanib bo'lgan yo to'lib bo'lgan degan ma'noda. Endi ma nuqtadan Mamtiman apandimning degan nuqtasini tushuntirganda endi bu yerdagi mukammallik agar aniqdan tushunsak, hayotlikqa mos keladigan qonuniyatlarningki mavjud bo'lganligi nuqtasida. Endi bu xil biz hozir yashayotgan olam, masalan, ko'p xil olamlik ehtimollik mumkinchiligi ega degan taqdirda. Bu bir xil qiyos bu. Uni matematikalik nuqtadan formula tanlamlarni tuzib chiqargan bilan amaliyotda fizikalik nuqtadan isbotlash mumkinchiligi yo'q. Agar biz shu cho'ng portlashning ichidagi 3 sekund ichida olam shakllanib bo'lgan desak, shu 3 sekunddan ilgariki holatga qaytish uchun sarf qiladigan energiya bizda yo'q-da. U xil energiya oldiga olib keladigan mashinalarni kashf qilish mumkin emas. Shuning u faqat matematikalik farazlar. Yani bu yerdeki mushkil ehtimollik olamda nima uchun bu olam hayotlik shakllanadigan bir holatda tadrijiy taraqqiy qilgan. Buningdagi masalan Newtonninki qonuniyati bo'lsin, uch cho'ng qonuniyati, tortish kuchining qonuniyatlari, issiqlik dinamikasining masalan termodinamikaning uch cho'ng qonuniyatlari, bularning hammasi shu uch cho'ng qonuniyat andin yana olamda 9 xil asosiy element ham ba'zan nurg'un turaqliq sonlar xuddi tasaddidiy shu holatda shakllanib, buning butkul taraqqiyotining oxirgi nishoni odamlarning paydo bo'lib, oxirgi hisobda aqlga ega bo'lib, hozir biz so'rab yurganga o'xshash qalayimqan savollarni so'rab yuradigan altını xuddi maqsad qilgandek ko'rinadi. Buni nazariya fizikasida anthropic principle deydi, ya'ni odamni maqsad qilgan prinsip. Endi bu biz xil odamlarning tushundirishi, endi odamiylik nuqtasida. Chunki bizningki bilish doiramiz cheklik. Endi butkul koinotga nisbatan aytganda biz nima uchun fizika, biologiya fanlari va
functional fanlar bo'lgan, funksiyalik fanlardan bo'lgan logika yoki kompyuter fanlari shuncha tez taraqqiy qildi deganda, bular asoslangani matematikada. Matematika masalan Galileoning aytgani bo'yicha aytganda, pozitivchi August Comte shunday aytgan, matematika olamning tili. Endi olamni bilish uchun olamning tilida so'zlash kerak. Xuddi boshqa bir millatdan bo'lgan odamni tushunish uchun shuning tilini o'rganganga o'xshash. Endi bu xil olamlik tilda so'zlash orqali o'ttirib qo'yilayotgani butunlay nurg'un qiyoslar. Shu ko'p xil olam nazariyasi bo'lsin, cho'ng portlashlar bo'lsin, cho'ng portlash isbotlanib chiqildi. Endi shunday bo'lg'achqa u putrab turadigan cho'ng nazariya. Ammo hozirgi o'ttirib qo'yilayotgan olamning boshlanishi oxiri yo'q. Bu xil cho'ng portlash balkim necha million qatam, necha ming qatam takrorlangan cho'ng portlash bo'lishi mumkin deydi. Masalan, Brian Greeningki yaqinda e'lon qilgan ham cho'ng mashhur kitobi Until the End of the Time yoki zamonning oxiriga qadar degan kitobi intayin mashhur. Men o'zim o'qib boqmadim, lekin qo'shimcha secondary nimalar orqali bilishimcha, uning yana Elegant Universe degan kitobini aytdi. Mashhur string tarix nazariyasining asoschilarining birisi. Endi bu xil nazariyalarga asoslanganda bu balki olam bo'libmi, bizningki bu yashayotgan olam mumkinligi bo'lgan olamlarningki birisi. Uni cho'qim insonlarningki barliq kelishi, aqlning taraqqiyotining o'ttirg'i chiqishini maqsad qilgan bir olam deb tushuntirilish, bu xil tushuntirishlarning faqat birisi. Memnunum siz bilan yana fizika qaytib kelsak qaytadan. Endi biz qarang'u modda, qara energiya yoki qara o'nkir deydigan narsalarni masalan filmlardan ko'ramiz. Bizga bir xil g'oyibiy fantastik narsadek tuyuladi. Endi bular haqiqatan bormi? Bular isbotlangan narsalarmi? Masalan, koinotda bor jismlarmi? Bular haqida bizga ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Endi biz umumiy energiyani bir hesaplab demekçi, hem de nazariye cihetten bilgili buldu. Anadaki nazarı mevcut maddelerninki fakat şu umum enerjiyenin fakat 5%'ını egerleydiğini değildi. Bundan başka mesela kalan 95% kısım şu kara enerjiye yakınsa kara madde. Şunu tabi buludu. Bunun içinde kara maddeler mesela belki tahminen 25% bu netice hesaplaşlar hakkında tahminen şurada buluş mümkün bilişimce. Kalan 70% kısmı şu enerji yani. Yani hazır bir davetimiz bütün alem kini vatıdı davetimiz digende bunun için çok bir enerjiye buluş gerekli. Kandak kayısı bir enerjiye muşunu kini vatıdı bu bir neyse. Onun için elbette kara madde diye vaktimizde dark matter. Bunların da fiziki dualıkla inıkma mesela hazır aşk kara enerjiye, kara nimo, kara madde bilimiz, muhtarlarını bilimiz de ki ulanı bilmeyiz yani. Kandak yani o kandak kara madde. Fakat onun muhtarı buluş gerekli bilimiz de ki onun çünkü biz onu ölçeyemeyiz. Abim dediğimizde eğer biz onu ölçeyemezsek yani küzlenmesek onu bilemeyiz değil mi? Fen tekniği. Fizikada umumiylik mesela müşlanın mevcutluğunu mevcut deb itiraf kılamda mesela parmadığını qarayım yani. Enerjiye cihetten yapkanda. Bunun bir ispatı desek mesela inflating universe yoki cheksiz yalqi ko'payotgan sharga o'xshab ko'payotgan olamda, shu olamda mesela tartish kuchininki cho'ng portlash, mesela tartish kuchi nazariyasi bu umumiy qonun, bu olamning qonuniyati. Qonuniyat bo'yicha bu olganda shaylar o'zini bir-birini yoki tortishib turadi. Bu xil tortish kuchi nuqtasida aytganda olam asli kengaymasligi kerak. Chunki har bir mikro zarracha yoki kichik korpuslar, zarrachalar nuqtasidan bo'lsin yoki zarrachalar dunyosi albatta rol o'ynaydigani yadroning tortish kuchi degandaklar, yadroning qurashtirish kuchlari. Umuman aytganda bu osmon jismlari sirtqa qarab kengaymasdan balkim cho'ng portlashdan biroqla portlab chiqqan bilan portlash jarayonida suratning ostilishiga, olamning sovishiga ergishib aslida qaytib kelib tortish kuchi orqali balkim qayta bir yerga yig'ilib qolish ehtimollik bor, tortish kuchi nazariyasini aytganda. Lekin undaq bo'lmagan. Hozir olam paydo bo'lganda cho'ng portlash
bizning shu bildigan olimimiz paydo bo'lgan 15 milliard yil bo'ldi. 15 milliard yilning yoqi bu kengayayotgan olam kengayish jarayonida odamlarningki kuzatib yetib boradigan doirasi 42 milliard yorug'liq yiliga yetganda. Demak bu bir xil mo'jiza. Nima uchun shunday bo'ldi? Aslida bu tortish kuchi, o'naliqi gravity, bunaliqi tortib kelish kerak edi. Lekin bunday bo'lmagan. Buning dark energy'ning birdan-bir isboti o'sha. Bu aliqi repellent shakli yoki bunaliqi tortish kuchiga qarshi biz ko'ranmaydigan yoki yorug'liq fotonlar orqali kuzatgan bo'lmaydigan bir xil energiya bor. Bu xil energiya olamning kengayishini shu keltirib chiqarayotgan. Demak, mushkul olamning cheksiz kengayishining o'zi Abay Mantiman apanam degan 95%, 96% ga yaqin shu dark energiyaning mavjudligininki indirect isbotida bevosita isbot emas, g'ayri bevosita isbot deb qarayman. Endi qarangkir yoki qarangkir haqidami men hozir bir nim bergan bo'lsangiz, tushuncha bergan bo'lsangiz, biz nimlarni bilamiz qarangkir haqida? Yoki shu bundan keyin texmi chiqnas bilalamdiq masalanga. Yoki musha to'xtab qoldikmi demoqchi bu? Qarangkirni endi hisobda hozir ko'p narsani bilamiz. Bunun qarangkir endi nayti zich moddalar nayti nima deymiz, massin tayin cho'ng bo'lgan modda deb tushunsak, demak uning ichidan hatto nurma qechib qutlama, ya'ni unda tortish kuchining tayin yo'q edi. Hatto nurma undan qechib chiqmaganligi uchun u demak biz uni ko'rolmaymiz-da, chunki nur taqatmasa biz uni o'lchamaymiz. Shunga bizga nisbatan u qarangkir bo'lib ko'rindi, ya'ni kuzatgan vaqtimizda. Ham buni astrologiyada, ya'ni astronomiyada buni kuzatib o'lchab qila olamiz. Ya'ni galaksiyada bo'lsin, merkazda yoki boshqa galaksiyalarda uning qarangkirlarning borligi bu o'lchash orqali aniq isbotlangan. Endi men Stephen deydigan gap fizikda bilmaymiz deydigan gapga o'xshash ma'ni kelamdi. O'lchaymadik deydigan gap. Buni kuz demaymiz, lekin shu yerda masalan bir qariyaning borligini bilamiz, hamma narsani aşağıya kirkitayotganligini bilamiz, masalan ko'ralaymiz-da. Uni o'lchayalaymiz. Ya'ni u qari ko'rindi, endi undan nur chiqmagandan keyin biz uning nurini abiyam degandek masalan alam jismlar bo'lsa, masalan supernova degandek yulduzlardan tarqatgan nurlarni biz o'lchab qila olamiz. Lekin qarangkirdan nurmi chiqmaganligi uchun biz uni bevosita ko'ramaymiz, lekin kuzatalaymiz. Ya'ni uning hamma narsani tatib ketayotganligini bilalaymiz. Endi nazariyada masalan men Stephen Hawking'ning nazariyalarida qarangkirning bir radiatsiya tarqatadiganligini o'tirib qo'yganda, buni keyin isbotlab chiqqan. Ya'ni bu radiatsiyasi nur shaklida emas, boshqa radiatsiya shaklida tarqalganda asta-asta qarangkir shu radiatsiya orqali energiyasini tarqatib asta-asta yemirilib yo'qoladi deb qaraldi. Ya'ni demak qarangkir jihatda biz hozir nayti ko'p ilgirlashga ega. Albatta uningda ham deganimizdek masalan bo'shliq bo'lsin, mayli vaqt bo'lsin, bir yakkilikka jamlashidu. Chunki unda nayti cho'ng kuchli tortish kuchi bo'lganligi uchun ham tortish kuchi bilan vaqt, makon hammasi birlikka ega, nisbiylik nazariyasida albatta. Shunga bu nuqtalardan ya'ni biz ko'p tushunchalarga ega deb qarasak bo'ldi. Sizning 7 minut vaqtingiz qolib turgan, shuni sizdan chiqaraq ikkita bir savol qolganda shuni so'raytay. Masalan, kainatning dastlabki chegarasi bormi, yo'qmi? Endi bu kengayotdi bu kainat deydi. Buning oxiri bormi, yo'qmi? Bu savollar haqida fizik nima deydi? Bu to'g'riliq ozroq tushuncha bersangiz. Uningda yana bir ko'z, ya'ni ma'lum kengayib, ma'lum bir nuqtaga borgandan keyin, ya'ni yig'ilish tortish kuchi bor, masalan energiya ham deydi. To'xtagan deb aytgandek. Yig'ilish shunaqa ko'z qarash bor. Lekin kainotdagi fiziklik qoidalar bor deymiz-ku, masalan fiziklik qonunlar deb, fiziklik prinsiplar. Masalan bularmi tadrijiy taraqqiy qilib o'zgarib turamdi yoki shu bapiti o'zgarmay kainotning beshini tatib oxirigacha o'zgarmay turamdi bo'liq.
qonunlar, fiziklik qonunlar. Asli qonuniyat bizning nazariyatimiz balkim hozirgacha ham dedik, masalan, mayli nisbiylik nazariyasi bo'lsin, quantum mexanikasi bo'lsin, hozirgacha nurg'un sinovlardan o'tgan bu fizik qonuniyatlarni tushuntirib beradi dedik. Lekin yana hozir bilmasam shu ikkisini birlashtirish, ya'ni quantum mexanikasi bilan nisbiylik kamdayetlik nisbiylik nazariyasini birlashtirish yana birlashgan holatdagi bir umumiy nazariya o'tirib qo'yilgani yo'q, hamda qayil qadalliq shaklda. Garchi Stephen Hawking'da u jihatda ba'zi tirishchiliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, undan boshqa masalan kuchlarni birlashtirish, masalan, IBM dedik, 4 kuch bor olamda, masalan, weak force deymiz, masalan, strong, kuchlik force, kuchlik, aciz, elektro magnetik, anondan keyin işte eğer touch kuchi, shu 4 kuchni birlashtirgan holda bir ba'zi nimalar bor, deymiz, string theory degandek ba'zi nazariyalar bor, lekin shunday haqiqiy 4 kuchni birlashgan bir yig'inchoqlagan holdagi bir nazariya o'tirib qo'yilgani yo'q. Demak, bu yana davomliq ilişlik noktalar. Lekin endi shu qonuniyat, biz bu qonuniyat hozircha shu holatda bizga nisbatan bir mukammal holatda. Lakin mesela ko'rib turibmiz, xabarlarda nurg'un hisoblagan narsalar bor. Masalan, ancha vaqtdagi mesela Andronomi galaksiyasida boshqa bir Samanyol galaksiyasining indiki bir galaksiyaga bilan so'qilib ketdi, keyin Samanyol sistemasi bilan galaksiyasi bilan Andromeda galaksiyasi yoki ba'zi quyoshning o'chib ketishi deganga o'xshash olam olaylarning bizga yaqin kelgusida yoki yiroq kelgusida bir ta'sir qilish nimasi ehtimol qisiz chiqqanda bir ofatlarni yaşamda insonlar keyin. Endi abim deganingizda mesela quyoshning yemirilishi olsun, naytim uzoq vaqtlar bor, endi albatta bo'ladi, cho'qib uni energiya albatta tarqalayvergandan keyin asta-asta uchishga boshlaydi turg'un yulduzlar normal. Lekin u milliard yillar deb hisoblag'il bo'ldi, endi uni bizga menimcha yaqin kelgusi degan vaqtimizda balki million desakmi, unda chong ta'siri bo'ladi. 5 milliard yilda paraz qilibdi quyoshning Red Giant qizil gigantik yulduzga aylanish jarayoni. Endi shu men ayrılışdan burun muhim bir nuqtani deb qo'ysam, endi bu ham dedik, quantum mexanikasdami ehtimollik nazariyasi aytib muhim o'rinda turdi. Chunki ehtimollik deganimiz bu nuqtasi aytib muhim. Ya'ni biz ma'lum bir narsaningki bo'lish yoki bo'lmaslik holatida tam mavjud bo'lib turish ehtimoli bor deb qaraldi. Quantum mexanikasi undek oddiy tushunchali bo'lgan nazariya emas. Ya'ni bizning kuzatishimiz yoki bizning o'lchishimiz shuningki qanday holatda bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi deb qaraldi. Demak, shu abiyam degan ba'zi parallel olam nazariyasini o'tirib qo'yuvchilarmi yana dal shunimi hamda bir nuqta deb qaraydi. Shu ehtimollikni, nurg'un ehtimollikning tam mavjud bo'lib turishi, ya'ni bizning o'lchigimizning ashuna ichidagi ma'lum bir ehtimollik ekanligi, ya'ni bizning o'lchamaganlarimiz yoki o'lchamaganlarimiz boshqa olamda bo'lishi mumkin degandek shu ko'z qarashim bor. Buni deb qo'yish to'g'ri keldi. Undan boshqa yana muhim ham dedik, birsi vaqt, ya'ni birsi bo'shliq, nisbiy narsa. Ya'ni biz bunda qarablar tushunamiz. Bizning normal tushunchimizga uyg'un kelmaydi, lekin amaliyotda qonuniyat. Undan boshqa shu nimadimi, masalan, quantum mexanikasdami, masalan, ba'zi biz moddalarni ham to'lqin xususiyatiga ham modda xususiyatiga ega deymiz. Ya'ni bu bizning odatdagi normal tushunchimizga to'g'ri kelmaydi. Bir jism yoki bir zarracha ya modda bo'lsa modda bo'lishi kerak, yoki bo'lmasa to'lqin bo'lsa to'lqin bo'lishi kerak. Amaliyot undaq emas. Biz bundan ham modda ekanligi, ham to'lqin ekanligini o'lchayalaymiz. U tajriba orqali. Ya'ni demakchi bo'lganim, nurg'un narsalar bizning normal o'ylashimizdagiga uyg'un kelishini atayin. Ya'ni fiziklik qonuniyatda shu nuqtalar muhim, menimcha shuni ta'kidlab qo'yish kerak. Men eng oxirgi bir savolni sizdan so'rayman, vaqtingiz oz qoldi. Endi dunyoda koinot to'g'riliq nurg'un izohatlar bor, falsafaviy ko'z qarashlar bor, minglarcha dinlar bor, san'at bor. Masalan, biz tushunishimiz uchun obzorlashtirgan, simullaştirgan
ilimpen var, ilimpenin içinde nurgun sahne var. Hem sizlikle kainatını düşünüşte, tabiatını düşünüşte, dünyanın düşünüşte en yaxşı, en sistemlaşkan, en toğra, en reallıkka yakın usulunu nimo dep qaraysiz? Mesela dünyani uzaklaştı. Mayli qandaq bir hadisi bo'lsin, u hadisi bo'lgankin buni tushuntirishda abim degandek bir ma'lum bir nazariya bo'lishi kerak deb qaraymiz. Hamda shu nazariya orqali shu hadisini tushuntirishimiz kerak. U nazariya fizik, albatta fiziklik nazariya matematikani qo'llanma asosida qo'llandi albatta. Yani ilimpen de Yani bu şu nazariya andan keyin nurg'un boshqa hadislarni tushuntirilishi kerak. Undan keyin bu nazariya yana ba'zi yangi farazlarni o'tirib qo'ya olish kerak. Shu o'tirib qo'ygan faraz yana isbotlanishi kerak. Ya'ni shu murakkab bir sinaq jarayonlarini o'tkazgandan keyin biz bu nazariyani to'g'ri deb qaraymiz. Shu nazariya orqali tushuntirilgan bo'lsa, andan keyin bunaqa ishonalaymiz. Bo'lmasa bizga nisbatan faqat faraz yoki qiyos bo'lishi mumkinla deyishimiz mumkin albatta, lekin unga biz o'zimizning ishonchini shakllantiramiz. bol. Köp rahmet Mehmet Kamdi. Emse bundan keyin programlarımızda qatnashmashingizni ko'p rahmat. Tahmiyat alıştırılmış için maqulamiz. Xo'shalloh. Xo'shalloh aman. Xo'sh, Xudoyim omonat. To'xtaka hamda sizdan oxirgi bir ikki savolimni falsafaviy nuqtada boya so'zgarlarimiz bilan yig'inchoqlagan chog'da hamda kainatni tushundi va o'zining tushunishtirishda ilimpan bo'lsin, din bo'lsin yoki boshqa falsafaviy ko'zqarashlar bo'lsin, hamda o'zining kainatga o'zining yeriga bo'lgan, o'zining kainatdagi o'rniga bo'lgan ko'zqarashlari qanday bo'ldi, qanday o'zgardi, bu to'g'riliq o'ylaganlaringizni qanday falsafaviy ko'zqarashlar bu to'g'riliq asoq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Endi falsafa bilan fandanki munosabatini o'qishni aytganda felsefeni burunqi zamonlarda fanning otasi deb qaragan. Nima uchun deganda odam to'g'risidagi o'ylanish falsafadan boshlangan. Mayli fizik bo'lsin, biologiya, ximiya va boshqa jamiyat to'g'risidagi fanlar bo'lsin, asosan falsafiy o'ylanishlardan ayrilib chiqqan. Endi Stephen Hawking'ninki zamonning qisqish tarixi va ulug' andizi degan kitoblarda u falsafa o'ldi, chunki u kerak ekanmaydi degan nazariyani o'tirib qo'ygan. Lekin Stephen Hawking shu narsani o'ylamaganki, uningki o'ylanayotgan kozmologiyalik ideyasi qora o'ngkurninki radioaktiv nur tarqatadiganligi, qora o'ngkur orqali olamning oxirlashadiganligi, olamninki qanday paydo bo'lganlik masalalarining hammasini amaliyotda falsafiy masalaligini unutib qolgan. Bu yerdagi masala falsafaninki kerak kelish kammasligi masalasi emas, falsafiy ideyalarninki qaysi xil shaklda taraqqiy qilganligini ko'rish masalasida. Endi hozirgi zamonda masalan fan falsafachilarining dangliqlari masalan Lakatos bo'lsin, W.V. Quine bo'lsin yoki Hilary Putnam, bu xil hatto pragmatizmchilardan Richard Rorty bularning o'ylig'ini bo'libmi fan bilan falsafa nuqtasini aytganda fanninki oxirgi hisobda yoki falsafiy ideyalarning oxirgi hisobda tarmoq fanlarninki taraqqiyot orqali amalga oshirish jarayoni bo'lib ketadiganligini o'tirib qo'ydi. Qisqasi falsafa an'anaviy shakldagi hamma fanlarninki bilimininki asosini quvvatlaydigan yoki asosiga ul soladigan bir xil ayrim soha bo'lishdan qolgan holda fanlar orqali dunyoni ko'rsatadigan va hayotlikqa muhim bo'lgan masalalarga javob beradigan bir xil izlanish shakliga o'zgargan. Bu nuqtani aytganda Wittgensteinninki aytgan gapi intayin bo'ldi. Masalan, falsafaninki vazifasi amaliyotda xuddi botilkaning ichiga qapsilib qolgan chivinga
shu butilkaninki og'iz orqali qandoq uchib chiqib ketishini o'rgatishda aqlninki qapsilib qilish har xil shaklda bo'ldi. Nadonliq buningki bir xil dushmani. Xuddi 2000 bundan 3000 yil burun Zoroaster aytgandek, yo'ruqliq bilan qorong'ulikninki mangulik ko'rishi insonning qalbida mangu davomlashadi. Masalan, aql bilan nadonlikning ko'rishi dal buning tipik misoli. Endi bu yerdagi muhim masala menimcha Abay nazariya fizikasi nuqsatidan elib o'tib qara o'nkir nazariyasi bo'lsin, cheksiz kengayotgan olam nazariyasi, nisbiylik nazariyasi va quantum mechanics nuqtalarini. Bu yerdagi muhim masala nazariyalarni o'tirib qo'yish mumkinligi ega. Ammo bu xil nazariyalarningki amaliyotga qo'llanilishi va isbotlanishchanligi shu nazariyalarningki haqiqiy kuchini yoki bizni nadonlik qilib boramdi yoki aqliy yo'ruqliq qilib boramdi, shuni belgilaydigan masaladan iborat. Endi bu yerda falsafaningki haqiqiy kelgusi taraqqiyotini belgilagan yoki falsafaning nima uchun bugungidek odatga kelib qolishi yoki falsafaning o'zining ichida eng hal qilg'ich tanqid elib bo'lgani Kant, Immanuel Kant. Endi Kantning nazarida agarda har qanday bir metafizika bo'lib turish uchun yoki falsafa fan bo'lish uchun uch cho'ng tanqiddan o'talish kerakda. Birinchi tanqid saf aqlga yoki saf degan tajribadan avvalgi degan ma'noda saf aqlga bo'lgan tanqid. Uning uch cho'ng kitobi intayin mashhur. Yani Kant'ның aytishicha agarda metafizikga tushunsa, ilgirki masalan olamning mohiyati mandaq bo'ldi, odamning mohiyati undaq bo'ldi deb o'rindiqda o'tirib olib, olam to'g'riliq ham xayol qilgan falsafaningki haqiqiy falsafa fan bo'lish uchun u synthetic a priori propositionlar yoki sensatiklikqa ega bo'lgan aqliy ufqumlarni hosil qiladigan bo'lish kerak. Ham tajribachilik bilan aqliychilikninki ham tajribadan isbotligini bo'lgan, ham aqlning sinigidan o'tadigan mushu o'lchamga mos keladiganlari andan haqiqiy falsafiy nazariya bo'ldi deganda. Shuningdan keyin men aytgandek falsafiy nazariya deydigan gapni men toza tushunmayman. Masalan, ilm fanda teoriya deydigan hukm bor. Masalan, teoriya bo'lsa, o cho'qimliq nazariya bo'lgandan keyin ba'zi hipotez emas, ya'ni ilmiy fikr emas, uning bir baldaq usti nazariya teoriya. Yani bu zaten ilmiy faktlar bilan nim qilingan, quvvatlangan ilmiy farazlarni biz nazariya deb ataymiz bu. Lekin hamsiga falsafada undaylik cho'qim ilm jihatdan ilmiy faktlar bilan quvvatlangan bo'lish kerak deydigan shart bo'lmagandan keyin biz falsafada faqat falsafaviy ko'z qarash deydigan hukmni ishlatsak texmo muvofiq bo'larmikin deb o'yladim. Bu ilmiy falsafaviy nazariya deydigan hukm deyman-ku, shu toza mantiqiy hukmdek kamadim. Deganning asosi an'anaviy falsafiy nuqtadan aytganda shundoq. Ammo bu fan falsafasining o'rtaga chiqishiga erishib bu xil ko'z qarashlar bo'lgan tanqidlar intayin ko'pda. Masalan, Hegelning falsafasi xuddi sen Marksning Hegelning falsafalari sen abay aytganga o'xshash falsafalar. Endi ba'zi nazariyalar cho'qim fizikalik isbotlarga erisha olishini ataydi. Masalan, matematikalik nazariyalar, aksiyomlar, Evklidning 9 cho'ng aksiyomisi yoki Pitagorasning nazariyalari bularningki amaliyotdagi isboti balkim boshqa chiqishi bo'lishi mumkin. Masalan, Evklidning bir tuz siziqning parallel bo'lgan bir nuqtasidan shu tuz siziq parallel bo'lgan birla tuz siziq ma'nozg'un bo'ldi degan bu bir aksiyomada. Lekin Einsteinning nazariyasi orqali egilgan makon zamonlik nuqtadan bu nuqtasidan cheksiz tuz siziq o'tkazgani bo'lganligi orqali Evklidning bu aksiyomasi inkor qilingan. Ana bu xil tajriba orqali isbotligini va xatoligini yoki to'g'riligini isbotlanib bo'lgan bu faqat ba'zi sohalarga mos kelmasdan cho'qim
barliq nazariyaga mos kelgan bo'lishi mumkin menimcha. Alo. Ovozim kelyaptimi? Ha, kelyapti. Ha, telefon kelib qilib nima uzilib qolib qoldim. Programmamiz aka siz qo'shimcha qilgan boshqa bir narsalar bo'lsa qo'shimcha qilsangiz bo'ldi. Yo'q, Mening boshqa savollarim qo'shimcha tugadi qilgan bo'lmasa narsa yo'q. bo'ldi. Rahmat. Ko'p rahmat aka kelib qatnashganingizga, bundan keyingi programmalarda yana qayta yuz ko'rishishga tilakdoshmiz. Bo'ldi, sağ olun, rahmat. Xo'sh. Ko'p